Tomosha qilamiz. Bo'lajak kuyov bola sovchilikka o'zi kelsa, qanday voqea sodir bo'ladi? Marhamat. Nazokat. Nazokat. Voy, qayerda qoldi bu qiz? Voyjon, jura qo'tesiz. Oynani ochib qo'y, uylan shamollat. Anaqa oyjon hozir menga uylanmoqchi bo'lgan bola kelmoqchi edi. Ha. O'zingiz gaplashasiz. Xo'p, kelsin. Oy, faqat uncha maqtavormang. Oja, maqtaydigan narsangiz ham yo'q. Boring ishingizni qiling. Shokir aka. Ha, kelavering. Hozir. Oyjon keldilar. Assalomu alaykum. Voy. Va alaykum salom, yaxshimisiz? Kuyov bola. Voy, nazokat qizim. Qatdan topding bu yalang'oyoqni. Keling, kuyov bola, xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Voy, yurishlaringizdan, voy gullaringizdan. Voy. Nazokat, xrustalni vazani olib, suv quyib, men bu gulni axlatga tashlab ol. O'tiring kuyov bola, eshitaman sizni. Voy, yerga mos. Voy, qatdan topdi buni ya. O'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Eshitaman sizni. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Voy, Sovchilikka keldim shu. sal g'alatiroq ekan bu. Voy, menga qarang, sovchilikka keldim. Yolg'iz qizimni o'zim ham otali ham onalik qilganman. Oydekkina qiz o'stirganman. Ular. Biz bir-birimizni sevib yuramiz. Sevamizmish. Men davno sevdim, o'ldim, yondim degan narsalarga ishonmay qo'yganman, kuyov bola. Siz menga undan ko'ra qayerda ishlashingizni, oyligingiz necha pulligini gapiring o'sha qizroq. Qizingiz bilan bitta zavodda ishlaymiz-da. Oyligingiz necha pul? Oylik shu zavod meniki, qizingiz ishlayotgan zavod. Yana 5-6 zavodlarim bor, o'zimni respublika bo'yicha. Ana kichkina qotgandan bor, Suxarik, Dubay, shuni chiqaramiz. Voy, Undan tashqari endi men kelishim boisi, qizingizni menga agar turmushga bersangiz, men chet elga olib ketaman, sizdan kamroq xabardor bo'lib turadi endi. voy. Nimaga? Chunki Italiya, Fransiya, Germaniyada men o'zimni 4-5 tadan zavodlarim bor-da. Xudo. 2 villam bor, 8 ta mashinam bor, bitta dona samolyotim bor. Kichkina samolyot, Boeing. Voy, qarang, shok qilib qo'ydingiz meni. Endi-chi mollar sotishdan oldin aybini aytib sot degan-da. Aybim yetib, samolyotim bitta-da, shu aybmi endi. Aytishdan o'rgili. Endi-chi meni qizim ham g'it dangasa ovqat qilishni bilmaydi. Yo'q, ovqat qilish kerak yo'q.